Qizijonlar, ekranga vнимательно qaraysizlar. Men sizlarga hozir bitta karmanni ko'rsatyapman. Amnion suyuqligini, qog'onoq suvini ko'rsatmoqchiman. Lecheniyaning qanchalik darajada muhimligi o'z vaqtida o'tkazilsa va uni ta'siri, effektini shundoqqina keyingi tekshiruvda ko'rish mumkinligini mana ko'rsatib bermoqchiman. Bu qizimizga 1 oy ilgari judayam suvlari xira помутнение berilgan va taktika lecheniya o'tkazganmiz 3 hafta mobaynida. Undan keyin 1 hafta o'tkazib mana dinamический kontrolga keldilar va o'zingizlar ko'ryapsizlar, suvlari tiniq turibdi. Там единичный включениyalar bo'lishi bu normal holat hisoblanadi. Mana bitta boyimiz qizaloqdan keyin uzoq kutilayotgan mальчик krasavchikni hozir ko'rsatyapman. Opasini kopiyasi. Demoqchimanki, qizlar shamollash o'tkazyapsizlarmi? Siydik yo'llarida shamol